Hammaga assalom bo'ldi. Bugun sizlar bilan men Lekomek bo'lyapman. Bugungi videomizda yangilanishini 24-iyunda keladigan narsalarni va bo'yoq propuslarni ko'rib chiqamiz. Qani go. Nabor va o'shanga o'xshagan narsalar. Birinchi narsamiz bu nabor lava razloma degan sport kar, skовородка, parashyut, granata, parafol uchun skin va ryukzak uchun skin beradi. Bularning hammasi tekin. Va iyun oyidagi propusni hozir sizlar bilan ko'ramiz. Nimalar bor, nimalar yo'q, hozir o'zingizlar ko'rasizlar. 30-urovenda bizga granata berar ekan va 40-urovenda skajet berar ekan. 50-urovenda bir aruz uchun skin va 70-urovenda bizga qanaqa sumka berar ekan. 80-levelda bizga qanaqadir loot box, 90-urovenda emotsiya va 100-levelda bizga glavniy naborini berar ekan. Ikkinchi propuskimiz bu avgust oyini propuski. Avgust oyini propuski uncha yaxshi emas. 30-levelda bizga granata berar ekan. 40-levelda esa bizga loot box, 50-levelda esa Winchester uchun skin va 70-levelda biz uchun sumka berar ekan. Yaxshi emas lekin. 80-levelda bizga gita uchun skin berar ekan. Bu bir mujizko emas. 90-levelda stenka berar ekan va 100-levelda bizga glavniy nabor berar ekan. Uchinchi propuskimiz bu sentyabr oyi propuski. 30-levelda biz uchun оружие uchun skin, 40-urovenda bizga granata va 50-urovenda MP5 ga skin va 70-leveldagi tayin emas, lekin 80-leveldagi loot box, 90-leveldagi emotsiya, 100-esa glavniy nabor.